Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlarni Rahmonov Shahzod, ya'ni Central Aziya Amerika Universiteti patologiya asoslar hamda sud tibbiyot kafedrasi assistenti. Hop, bugun sizdan ko'rib chiqadigan keyingi mavzuimiz asl tromboz. Hop, trombozga avval ta'rif beramiz. Ya'ni tromboz nima? Tromboz bu tirik organizmdagi qon tomirda qon oqishiga to'sqinlik qiluvchi qattiq massaning hosil bo'lish jarayoni bu tromboz deb ataladi. Hop, endi ba'zi ko'pchilik tushuncha bor, tromb nima? Shu hosil bo'lgan qattiq massani biz tromb deb ataymiz. Ana endi e'tibor berasizlar, bu tromb yoki tromboz jarayoni mahsuloti nimalar qatnashadi? Hop, bu trombozda ko'rishimiz mumkin. Asosiy bizning shakliy elementlarimiz, ya'ni qon tomirining o'zining mahsulotlari bo'lgan. Ya'ni birinchisi bo'lishi mumkin eritrotsitlar. Eritrotsitlar. Hop, yana keyingi shakliy element qatnashishi mumkin bu leykotsitlar. Va bizda keyingi shakliy element bu trombotsitlar. Hop. Mana shu sanab o'tilgan shakliy elementlarimizda ko'pincha leykotsit hamda trombotsitlarimiz o'zaro bir-biriga agregatsiya, dastlab adgeziya, agregatsiya, agglutinatsiya jarayonlari natijasida qon tomir devoriga yopishib, o'sha yerda qattiq bir massa hosil qiladi. Hop, tushunarli bu. Endi keyin bunday ko'radigan bo'lsak, bizda umumiy tromboz jarayonini ko'rishni boshlaymiz, ya'ni tromboz. Tromboz jarayoni o'zi ikkita fazada bor, ikkita fazasi bor. Ya'ni bular qaysilar? Birinchi fazamiz. Birinchi fazani ataymiz biz, ya'ni agglutinatsion faza deyiladi. Agglutinatsion faza, ya'ni agglutinatsion bosqichi yanib ketiladi. Ikkinchi fazamiz bu koagulyatsion faza. Koagulyatsion faza. Hop, endi agglutinatsion fazani ko'pincha ba'zi adabiyotlarda beradi. Bu hujayraviy faza yoki hujayraviy bosqich deb atashadi. Bosqich. Yoki koagulyatsion fazani plazmatik faza. Tik faza yoki plazmatik bosqich deb ataymiz. Ana endi biz sizni ko'rishni boshlaymiz. Birinchisi, ya'ni agglutinatsion faza. Ya'ni agglutinatsion fazaning bosqichlari va ularning kechuvchi jarayonlar. Agglutinatsion fazamiz. Hop, agglutinatsion fazamizda asosan bu 3 ta bosqichda ketadi. Agglutinatsion fazamiz birinchi bosqichi, ya'ni adgeziya. Adgeziya bosqichi. Undan so'ng adgeziya bosqichidan keyin agregatsiya bosqichi. Agregatsiya bosqichi va uchinchi bosqichimiz agglutinatsiya bosqichi. Ya'ni agglutinatsiya bosqichi. Hop, bularni bir narsani ko'rishni boshlaymiz. Qarang. O'zi bizda tromboz hosil bo'lishi uchun bizning qon tomirlarimizda endoteliy hujayralari shikastlanishi kerak. Bu shikastlanish turli xil yo'llar bilan bo'lishi mumkin. Ya'ni kimyoviy, fizik, biologik omillar. Ya'ni misol uchun kimyoviy omillarga bo'lishi mumkin. Vodorod xlorid, natriy xlor miqdorlari oshib ketganda, bilasizlar, sigaret chekishdan natijasida. Hop, bunda nima bo'ladi? Avval sizdan biz qon tomirlarida umumiy tuzilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bilamiz, qon tomirlarida ichki qismida bir qavatli endoteliy hujayralardan iborat bo'ladi. Hop, bu endoteliy hujayralarning tarkibini yana ham chuqurroq ko'rishimiz uchun qaranglar. Endoteliyda tashqi, ya'ni ichki tomonga qarab turgan qismi bir qavatli fibrin plyonkadan tashkil topgan. Bir qavatli fibrin plyonka. Va bu fibrin plyonkalarda ostki qismida bizda kalsiy ionlari bor. Ya'ni kalsiy ionlari
kalsiy ionlari noaktiv holatda saqlanadi. Ya'ni fibrin plyonka o'zida noaktiv holatda ushlab turadi. Endi biz sanab o'tilgan omillar, kimyoviy, fizik, biologik omillarimiz mana shu endoteliyda shikastlab qo'ysa, misol uchun shikastlab qo'yish mana shu fibrin plyonkani ma'lum bir yemirishiga sabab bo'ladi. Bu shikastlanish natijasida birinchi bo'lib bizda nima bo'ladi? Birinchi bo'lib mana yozib ketamiz, fibrin plyonka shikastlandi. Fibrin plyonka yemirildi deylik, yemirildi. Fibrin plyonka yemirilgandan keyin ikkinchi holatga o'tadi. Ya'ni ikkinchi holatda bu yemirilib fibrin plyonkamiz chiqib ketdi va bizdagi uni ostida joylashgan kalsiy ionlari noaktiv holatdan aktiv holatga o'tadi. Ya'ni kalsiy noaktiv holatdan aktiv holatga o'tadi. Aktiv holatga o'tadi. Hop, bundan keyin nima bo'ladi? Bundan so'ng bilasizlar, kalsiy hujayralarning ichida oshib ketishini nazorat qilib turadigan fermentlar bor. Ya'ni qaysi ferment? Kalsiy atifaza degan fermentimiz bor. Atifaza. Kalsiy atifazani faolligi oshib ketadi o'rtoqlar. Nimaga oshib ketadi? Chunki mana shu hujayralardagi ortiqcha kalsiyni hujayradan tashqariga olib chiqib tashlash kerak. Buning natijasida buni faoliyati oshgandan so'ng o'rtoqlar, buni faoliyati o'z-o'zidan bizda ATF zaxirasi kamayadi. Nima aloqasi bor deyishlar mumkin? Chunki natriy atifaza ishlash uchun ATF kerak bo'ladi. Ya'ni ATF doimiy ravishda ishlatilaverib, ATFdan ADF hosil bo'ladi. Natijada ATF zaxirasi kamayadi yoki tugaydi, kamayadi. Ana endi hujayraning ichki qismida bizdagi kalsiy ionlari aktivlashib ketib, hujayramizni endoteliysi oldin manfiy bo'lib turgan bo'lsa, endi endoteliy hujayralarimiz, mana shu shikastlangan endoteliy hujayralar musbat shaklga o'tib ketadi, manfiydan musbatga o'tadi. Ya'ni bundan keyin nima bo'ladi? Ana bundan so'ng ana endi bizda agglutinatsiyon fazani birinchi bosqichi bo'lgan adgeziya jarayoni boshlanadi. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Endi tasavvur qiling, mana bu qon tomiri qilib, ixchamroq qilib chizaman. Mana bizda shikastlangan endoteliy. Shikastlangan endoteliy va shu musbat holatga o'tdi. Shikastlanib, bu holatda mana shu. Shikastlangan holatga o'tdi. Endi musbat holatga. Ana endi o'rtoqlar, qon tarkibida yurilgan bilamiz shakli elementlar bor. Shakli elementlarimizdan bilasizlar, markaz qismidagi leykosit turlari bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas, ana shakli elementlar harakatlanadi. Leykosit turlari ko'pincha markazda. Undan so'ng o'rtoqlar, bilasizlar, eritrotsitlar, mana dissimon shakldagi eritrotsitlar dissimon shaklda eritrotsitlar. Endi o'zi normada shakl bo'sh qon tomir shikastlanmasidan oldin qon tarkibidagi shakli elementlar ham endoteliy zaryadi minus va minus bo'lganligi uchun shakli elementlarimiz cho'kmaydi, ya'ni adgeziya bo'lib qolmasdi. Ana endi bizda endoteliy hujayralarimiz musbat holatga o'tyapti. Ana nima bo'ladi? Mana bu sohaga, mana shu shikastlangan sohadagi shakli elementlarimiz adgeziyalanib qoladi. Mana adgeziyalanib qoladi. Bu bo'lishi mumkin adgeziyalanishda trombosit, leykosit adgeziyalanadi. Va bizda yopishdi qon tomiriga. Mana shu yopish jarayoni bizda adgeziya bosqichi deyiladi. Va bundan so'ng bilasizlar, oddiy misol mana bizda yopishgandan ko'ra shakli elementlarimizdan oddiy misol eritrotsitlarni oladigan bo'lsak, bilasizlar, eritrotsitlarda tashqi qavatida albumin hisobiga zaryadi manfiy bo'lib turadi. Endi bu adgeziyalangandan so'ng o'rtoqlar, albumin oqsili plazmaga chiqib ketadi. Albumin oqsili plazmaga chiqib ketadi.
Plazmaga chiqib ketgandan keyin bu sohadagi shakliy elementlarimizda elektrositlarimiz, boshqa shakliy elementlarimiz musbat holatga bo'lib qoladi, musbat holatga o'tadi. Endi nima bo'ladi bu holat? Bizda qon tomiridagi boshqa manfiy zaryadlangan shakliy elementlarimiz dastlabki yopishgan shakliy elementlar, ya'ni yopishib turib musbatini, zaryadini manfiydan musbatga o'tkazgan shakliy elementlarga yopishadi. Mana yopishdi. Mana bu jarayon agregatsiya jarayoni deyiladi. Agregatsiya degani yopishish degani. Ko'rib turibsizlar, yopishiga sabab dastlabki adgeziya bo'lgan shakliy elementlarimiz o'zlarini zaryadini manfiydan musbatga o'tkazyapti. Musbatga o'tgandan keyin mana bu sohada o'tib ketayotgan boshqa manfiy zaryadli shakliy elementlarimiz yopishdi. Mana shu payt, mana shu agregatsiya jarayonidan keyin o'rtoqlar, bizda trombning ma'lum bir qismi hosil bo'lib ulgurdi. Bu qismda asosan ikkita qism hosil bo'ladi. Ya'ni bitta oq tromb shakllanyapti, oq tromb. Ya'ni oq trombda bizda ikki xil qismi hosil bo'ldi. Ya'ni qaysi qismlar? Bosh qismi hamda tana qismi hosil bo'ldi. Mana tana qismi. Ya'ni bosh qismini kaput hamda tana qismini korpus qismi. Bu jarayonlar bizda agregatsiya jarayoni deyiladi. Ana endi undan so'ng bizda bir-biriga yopishgan shakliy elementlarimiz, ya'ni agregatsiyalangan shakliy elementlarimiz membranalari butunligi buziladi. Ya'ni membranalar butunligi buzilgandan so'ng o'rtoqlar, aynan bizdagi trombositlarimiz ham membranalari buzilgandan so'ng trombositlar tarkibidagi trombokinaza fermenti o'rtoqlar qonga chiqib ketadi. Mana shu jarayondan so'ng bizda trombozni agglutinatsion fazasi tugab, koagulyatsion fazasi boshlanadi. Xo'p, endi shu joyda bir narsaga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni tromboz jarayoni bilan sladish fenomeni degan narsa ko'rib chiqadingizlarmi? Buni bir-biridan farqlashimiz kerak. Ko'p joyda bir-birini farqlashda yoki misol uchun turli xil xato ma'lumotlar ketib qoladi. Shuning uchun biz sizlarni bir-biridan farqlaymiz. Ya'ni birinchi farqimiz bu ketish jarayonida. Qani bunda nima bo'ladi? Bilamiz, tromboz hozir gaplashib o'tdik. Birinchi bo'lib ko'rib chiqdik, siz bilan biz adgeziya bo'ladi dedik. Adgeziya. O'sha adgeziya bo'lish sababini ham ko'rib chiqdik. Endoteliy shikastlanishi, manfiy zaryadda musbatga o'tishi va shakliy elementlarimiz yopishishi. Va bizda bundan keyin ikkinchi bosqichi boshlanadi, agregatsiya bosqichi. Agregatsiya bosqichi boshlanadi. Va bizdagi undan so'ng uchinchi bosqichimiz va oxirida ko'rdik agglutinatsiya bosqichi. Bu trombozning bosqichlari. Sladishni bosqichlari eslaringizdan bo'lsa ko'rib chiqdik, birinchi bo'lib sladishda agregatsiya jarayoni bo'ladi. Agregatsiya. Ikkinchi bo'lib agregatsiyadan keyin agglutinatsiya fazasi. Agglutinatsiya fazasi. Va oxirgi bo'lib shundan keyin adgeziya bo'ladi. Adgeziya bosqichi. Hop, bu bitta farqdir ketishda. Keyingi farqi. Keyingi farqini ko'radigan bo'lsak, tromboz bu qaytmas jarayon hisoblanadi. Va bizdagi sladish esa qaytar. Endi qaytar bo'lishiga sabab qachonki agar yopishgan, ya'ni agregatsiyalangan shakl elementlar agglutinatsion jarayoni bo'lmasa, keyin qaytmas bo'ladi. Shuning uchun umumiy qilib qaytmas holat qaytar ketaveramiz, qaytar jarayoni. Xo'p, uchinchi farqi. Uchinchi farqiga keladigan bo'lsak, endi
Trombozda qon tomir endoteliysi shikastlanadi. Trombozda qon tomir endoteliysi shikastlanadi. O'shaning uchun qaytmas seromin deyiladi. Va bizdagi sladishga keladigan bo'lsak, bunda qon tomir shikastlanmaydi. Faqat qon tomir o'tkazuvchanligi oshib ketadi bunda. Oshib ketadi. Xo'p, ko'rib turganingizdek bu tromboz hamda sladishni bir-birlaridan farqi. Xo'p, buni aytib o'tdik. Endi bizda undan keyin eslangan bo'lsa, ya'ni aytib o'tdik, trombositlarimiz agglutinatsiya bo'lgandan keyin trombokinaza plazmaga chiqadi. Plazmaga chiqqandan so'ng bizda ikkinchi faza, ya'ni ikkinchi bosqich trombozni koagulyatsion faza ishga tushib ketadi. Koagulyatsion fazani ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 ta bosqichi bor buning. Birinchi bosqichi, ya'ni tromboplastinni aktiv tromboplastinga aylanishi, Hop, bu birinchi bosqichi. Va ikkinchi bosqichi protrombinni aktiv trombinga aylanishi. Bu ikkinchi bosqichi. Va bizdagi uchinchi bosqichimiz fibrinogenni fibrin tolalarga aylanishi. Fibrinogenning fibrin tolalarga aylanishi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, koagulyatsion faza 3 ta bosqichda ketyapti. Ya'ni qaytaramiz. Protromboplastinni aktiv tromboplastinga aylanishi, protrombinni aktiv trombinga aylanishi hamda fibrinogenni fibrin tolalarga aylanishi. Xo'p, siz bilan biz ko'rishni boshlaymiz birinchi bosqichda. Ya'ni birinchi bosqich protromboplastinni aktiv tromboplastinga aylanishi. Buni aktivlanish yo'li shundan iborat. E'tibor berasizlar. Eslaringda bo'lsa, mana bu yerda dastlab bir-biriga agregatsiya bo'lib, undan keyin agglutinatsiya bo'lgan trombositlarimizdan trombokinaza ishlab chiqariladi. Trombokinaza ishlab chiqarildi. Mana qisqacha qo'yib qo'yaylik. Bildirib turadi. Birinchi bosqichligi. Trombokinaza ishlab chiqarildi o'rtoqlar. Trombokinaza ishlab chiqarilgandan so'ng bu trombokinaza plazmadagi prokoagulantlarni faollashtirib boradi. Ya'ni prokoagulantlar. Prokoagulantlarni aktivlaydi. Hop, prokoagulantlar aktivlangandan so'ng bizda nofaol holatdagi protromboplastin aktiv tromboplastinga aylanadi. Ya'ni aktiv tromboplastinga aylanadi. Tromboplastinga aylanadi. Hop, mana shu joyda aytib ketamiz, tromboplastinda o'zida ham ikki xil turi bor. Ya'ni aytib ketamiz, bu birinchi turi. Bu to'qima tromboplastini. Va bizdagi ikkinchi turi plazma tromboplastini.
bularni aktivlanish vaqti turlicha bo'ladi. Mana misol uchun bizdagi to'g'ima tromboplastina o'sha endoteliy hujayralarimiz shikastlangan paytda aktivlanadi. Bu aktivlanish vaqtini 2-3 sekund aktivlanadi ketilgan. O'sha endoteliy hujayra shikastlangandan keyin. Bizdagi plazma tromboplastina o'rtacha 3-5 minutda aktivlanadi deyiladi. Qachonki o'sha bizdagi trombokinaza plazmaga chiqqandan so'ng aktivlanadi. Endi buni birinchi bosqichini ko'rib chiqdik. Ya'ni misol uchun o'sha trombokinaza ta'sirida bizda protromboplastin faol tromboplastinga aylanadi. Endi ikkinchi bosqich. Ikkinchi bosqichimizda aytib o'tdik siz bilan protrombinni aktiv trombin hosil qilish, aktiv trombinni hosil qilishi. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Endi bizda bu narsani molekulyar darajasigacha ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, bunda nima bo'ladi? Qarang, bizda bilasizlar protrombin bilamiz, bu ikkinchi qonuniy faktor hisoblanadi. Buni aktivlash uchun bizda misol uchun hozir tromboplastinni hosil qildik. Endi bizdagi tromboplastin bu tromboplastinda aytishimiz mumkin, bu uchinchi faktor ham deyiladi. Ya'ni to'qima faktori. Faktor 3. Faktor 3-faktor. Endi qarang, bu uchinchi faktor aktivlashgandan so'ng o'rtoqlar, uchinchi faktorimiz qon tarkibidagi 7-faktor, ya'ni prokonvertin degan bu. Prokonvertin, ya'ni faktor 7. Faktor 7. Tromboplastin faktor 7 ga ta'sir qilib, prokonvertindan konvertin hosil qiladi. Ya'ni faktor 7 ni aktivlaydi. Ya'ni faktor 7A hosil qiladi. Xo'p, ana endi bizda ko'rib turibsizlar, endi bizdagi faktor 7, ya'ni misol uchun faktor 7 plus bizdagi aktivlashgan to'qima faktori tromboplastin, 3-faktor, birgalikda kalsiy ioni, uchalasi bu narsani aytamiz tashqi tenaza kompleksi. Tashqi tenaza kompleksi deb ataladi. Kompleksi deb nomlanadi. Endi bu uchalasi birgalikda bizdagi qon plazmasidagi 10-faktorga ta'sir qiladi. 10-faktorga ta'sir qilgandan keyin 10-faktordan 10A faktor hosil qiladi. Va bu 10A faktor plus 5A faktor bo'ladi qonda aktiv holatda. Undan so'ng kalsiy ioni birgalikda bizda protrombinaza aktivatorini hosil qiladi. Bu nima uchun kerak bizda? Protrombinaza aktivatori. Protrombinaza aktivatorini hosil qiladi. Endi buni hosil qilishimizdan maqsad nima? Buni hosil qilishimizdan maqsad o'rtoqlar aynan bizdagi protrombinni aktiv trombinga aylantirib beruvchi ferment bu. Mana shu ferment aktivlangandan so'ng bu ferment to'g'ridan-to'g'ri borib protrombinga ta'sir qilib, protrombindan aktiv trombinni hosil qiladi. Bu ikkinchi bosqichi, koagulyatsiya fazi. Va bizdagi keyingi 3-bosqichimiz, ya'ni fibrinogendan fibrin tolalar hosil bo'lishi. Xo'p, endi buni fibrinogendan fibrin tola hosil bo'lishi uchun biz aktiv gidrolitik fermentni hosil qildik. Bu aynan faktor 2. Ya'ni qaysi edi? Trombin edi. Ya'ni biz ikkinchi bosqichda hosil qildik bu trombinni. Shu trombin kelib
fibrinogenni fibrin tolasigacha parchalab tashlaydi. Va buning natijasida bizda qon tomirida hosil bo'lgan trombni qayta chizamiz. Mana qon tomir devori o'sha musbat holatga o'tgan va bunga yopishgan. Va bir-biriga yopish hosil dastlabki o'sha nima deydi, agglutinatsion fazada hosil bo'lib turgan frontda, ya'ni bosh bilan tanasi hosil bo'ladi. O'sha fibrin tolalarimiz endi hosil bo'lib, dum qismini hosil qiladi va bu dum qismida keyinchalik shakl elementlarni ushlab qoladi va buning natijasida bizda trombning dum qismi, ya'ni kauda qismi hosil bo'ladi. Endi bu dum qismi hosil bo'ldi degani bu xavfliroq jarayon, ya'ni bu jarayonda tromb ko'chib ketishi mumkin. Ko'chib ketib, agar arteriya qon tomirlarida to'silib qolsa, ya'ni ishemik nekroz hosil bo'ladi. Agar venoz qon tomirlarida to'silib qoladigan bo'lsa, venoz bitimlanchi holatlarga keltirib chiqarishi mumkin. Endi keyingi masala shu hosil bo'lgan trombda turlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni buni tromb turlariga qarab 3 xil tromb turlarimiz bor, ya'ni oq tromb, qizil tromb hamda aralash tromblar. Xo'p, oq trombni qaysi shakl elementlar hosil qiladi? Bunda asosan oq trombni hosil qilishda asosiy shakl elementlarimizdan bu trombotsitlar va leykotsitlar va plazma oqsillari. Hosil qiladi. Xo'p, qizil trombni o'z nomida aytyapti, qizil rangda. Buning uchun albatta eritrotsit kerak. Eritrotsitlar, trombotsitlar va fibrin tolalar. Tolalar hosil qiladi. Va bizdagi aralash tromb o'z nomini aytyapti, ya'ni bunda barcha shakl elementlarimiz, ya'ni eritrotsitlar, trombotsitlar va undan so'ng leykotsitlar va undan so'ng plazma oqsillari bularni barchasi hosil qiladi. Endi odamning vujudidagi trombning katta qismi aslida shu aralash tromb hosil qiladi. Ya'ni misol uchun qon tomirlaridagi 70-80% qism aynan shu aralash tromb hisobiga kelib chiqadi. Endi ko'rib chiqqan narsamiz trombning qismlari. Tromb. Ya'ni trombda asosan 3 ta qismi bor. Ya'ni biz aytib o'tdik, bosh, tana qism hamda dum qismidan iborat. Ya'ni bosh qism. Xo'p, bosh qismida aytib o'tdik, nimalar hosil qiladi? Ya'ni bunda asosiy hosil qiluvchilari trombotsitlar va leykotsitlar. Hosil qiladi. Tana qismi, ya'ni korpus qismi deyiladi. Korpus qismini ham esingizda bo'lsa, shuni ko'pincha trombotsit hamda leykotsit hosil qiladi. Trombotsit va leykotsitlar. Hamda dum qismini ko'pincha eritrotsit va fibrin tolalari. Hosil qiladi. Ana endi bu qismlari. Keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz bu o'sha biz bilamiz Virchow ismli olim bor. Virchow aynan tromb hosil bo'lishini 3 ta nazariyasini yaratgan. Shuning uchun bu narsani Virchow uchligi deyiladi. Virchow uchligi bo'yicha tromb hosil bo'lishini 3 xil nazariyasini aytgan. Birinchi nazariya aytadi, endoteliy hujayralarning shikastlanishi deydi.
shikastlanishi. Endoteliy hujayralarning shikastlanishi. Bu endoteliy hujayralar shikastlanishiga sabablarni aytib o'tdik birinchi. Bo'lishi mumkin kimyoviy omillar. Kimyoviy omillar. Kimyoviy omillar. Bo'lishi mumkin biologik omillar. Biologik omillar. Biologik omillar. Va undan keyin bo'lishi mumkin fizik omillar. Bularning barchasi endoteliy shikastlanishga sabab bo'ladi va bunday asosda o'sha sizlarni ko'rib chiqqanimizdek shakl elementlarida adgeziyasi, agregatsiyasi, alliteratsiyasi kuzatiladi. Va Virxov nazariyasi bo'yicha 3-holat bu bizda bilamiz qon tarkibida qon qo'yi hamda suyuqligini nazorat qilib turuvchi antikoagulyant hamda prokoagulyantlar bor. Aytadi Virxov, qon tromboz hosil bo'lishi uchun qondagi prokoagulyantlar faolligi ortishi kerak o'rtoqlar. Birinchisi. Yoki aytadi, bularga qarshi ishlovchi antikoagulyantlarning faolligi tushishi kerak. O'z-o'zidan ma'lum, o'zi antikoagulyantlar hamda prokoagulyantlar muvozanatda tursa, bilamiz qon normada qo'ygan bo'lmaydi, suygan bo'lmaydi. Agar biz aytyaptiki, prokoagulyant miqdori ortib ketsa, qon qo'yilishadi. O'z-o'zidan qo'yilishgandan keyin harakat sekinlashadi. Albatta bu qon tromboz hosil bo'lishi mumkin. Xo'p, 3-nazariya bo'yicha. 3-nazariyani aytadi, bunda qon oqimining sekinlashishi. Qon oqimining sekinlashishi. Hop, bu ikkinchi oqim. Bu asosan ko'proq vena qon tomirlarida uchraydi. Vena qon oyoq venalarida asosan. Hop. Bugun ko'rib chiqilgan mavzumiz shulardan iborat edi. Endi Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishni boshlaymiz hamda emboliya mavzusini ko'rishni boshlaymiz. Sog' bo'linglar.